Partizanlık uruş taktikleri mahiri Uşur Mamutov. Nilqi qo'zg'olonida nomi atalgan 6 baturning biri Uşur Mamutov 1917 yili 22 aprel Ili vodisida dunyoga kelgan. Uning ota-bovlari Oqqon Xitoy militaristlarining sodir qilgan jinoyatlari natijasida ichinishliq yo'qitilgan edi. Shu vajidan Uşur Mamutov kichigidinla jafo mushaqqatlik hayotda o'sib yetilib, keyingi milliy mustaqillik janglari va kurashlari uchun yaxshi asos solgan edi. Nihoyatda afsuski 1937 yildan keyin Jallod Shinsay butun Sharqiy Turkiston miqyosida g'oyat zo'r cho'ng tozalash qo'zg'ab, faqat Uyg'urlardanla 250 mingdan ortiq ixtisosliklarni har xil bahonalar bilan yo'qotib o'tgan. Amdili 20 yoshga kirgan yosh Uşur jon saqlash uchun podichi siyoqiga kirib, Nilqi tog'larining jilg'ilarida bir mezgil tarki dunyo bo'lib yashagan edi. Bu jarayonda u tog' yo'llarini pishiq belib olgan. Hatto o'zini tutqili kelgan dushmanlarni qaymoqtirib va qattiq charchitib, o'zini qo'g'daydigan qurol yaroqlarni pam bilan o'lja elishnimi qutuqliq aplashtirib boqqan edi. Darvaqa 1942 yildan keyin sobiq Sovet ittifoqining Shinsayga yordamga avatgan mutaxassislari qo'g'lanishga va biroqla tutqun qilinishga boshladi. Oqibat ularning himoyasi ostida o'zini mashqlantirayotgan Osman Ibrohimov, Nur Obulov va Uşur Mamutov qatorliq 3 nafar yosh yigit Akbar Batur va Qurbon Burhonuddinovning bevosita yordami G'uljidagi Sovet konsulining alayida xodimi Kalininka va Sovet chegara mudofaa qismi 40-polkining polkovniki Chumakinning vositalik yordamida chegaradan qochib chiqib, Olmata tavasidagi Fatih Baturni asos qilgan universal harbiy mashqlantirish atritiga qo'shilgan. Olmatadagi barcha tayyorliklardan keyin 1944-yili 8-oyning 5-ida Fatih Muslimov shaxsan o'zi boshchilik qilgan Hamid Muslimov, Qurbon Burhoniddinov, Osman Ibrohimov, Nur Obulov, Uşur Mamutov va Rafiq Baychurin qatorliq 7 kishilik zarbidor atrat Qo'rg'os chegarasidan Ili tavasiga kirgan va Nilqi nohiyasidagi Ulastay tig'iga berib, Akbar Batur qatorliqlar bilan ko'rishib, qo'zg'olonning maslahatini qilishgan. Ular chegarada dushmanlar bilan to'qinishib kelib, taktikaga usta Uşur Mamutov dushmanlarning diqqatini boshqa tarafga burab, qolgan 6 kishilik atratning Ulastayga sog'-salomat berishini kapolatga ega qilgan. Orqadanla o'zimi tog' yo'llari orqali Ulastayga amon eson yetib kelgan. Ulastay partizanlari 10-oyning 7-kuni Nilqi nahiya bozorini ozod qildi. Gomindang doiralari nihoyatda cho'chib ketib, G'uljidagi harbiy kuchlarini ko'plab yo'tkab, orqa-orqadan Nilqiga qo'shin avatib, Nilqi nahiyasiga to'rt tarafdan hujum boshladi va Nilqi nahiya bozorini tortib oldi. Ana shundoq jiddiy jang bo'layotgan kunlarda G'uljidan odam kelib, 11-oyning 6-kuni G'uljiga berib, 11-oyning 7-kuni shaharga hujum qilib ozod qilishni talab qildi. G'ini Batur 11-oyning 6-kuni tong etishi bilanla bir necha yuz jamoat arbobi qamalgan G'ulji soqchi idorasiga tuyuqsiz hujum qilib, Nur Batur va Uşur Baturni asos qilgan o'zining eng mahir 9 nafar odami bilan G'ulji soqchi idorasining turmasiga besib kirdi. 11-oyning 7-kuni sharqdan Nilqi partizanlari, g'arbdan Qo'rg'os partizanlari G'ulji shahridagi qo'zg'olon tayyorligini ko'rib qo'ygan xalq ommasi bilan birlikda 3 kun shiddatli janglarni qilib, G'ulji shahrining asosiy qismini Gomindangdan ozod qildi. Gomindang markaziy hukumati rahbarlari 1945-yilning o'ttirlaridan boshlab Iliga qaytarma hujum qo'zg'ash va Sharqiy Turkiston milliy armiyasining Urumchiga hujum qilib, davomli sharqqa va boshqa rayonlarga kengayishining oldini olish uchun Xitoydan Sharqiy Turkistonga qo'shin yo'tkashga kirishib, Jing va Shixoda kuchlik mudofaa qo'rg'onlari istiqomlarini qurib, butun kuchi bilan qarshilik qilishga tayyorlik qilgan.
1945 yılı 8 sentabr günü Şarkı Türkistan Milli Armiyasi Jing ve Şixodaki Gomindan koşullarının katma-kat müdafiye liniyeleri okoplarını bösüp ötüp kanlıq janglar ve zor kurbanlıklar bedeliga Jing ve Şixonu işgal kılgan. Hoşur Mamutov 8 sentabr günü Şixo şehri azat bolgandan keyin 39 nefer cesur jangovar sebdişini başlap atlarının kuyruk kısmıga yantaqlarını bağlap Yarış vadisinin topuluk tüzlanglikide 40 atını iki taraftan çaptırıp Manas deryası boyuğa kыстap kelgen. Jing ve Şixoda içinişlik şekilde tarmar bulup jürki qipidin çıkıp ketken düşmanlarga mezkur 40 nefer cesur azmat 10 esse hatta neçe yüz esse köptek körünüp ketken. Bolupmu ularning çapqur atlarının quyruqlarına bağlangan yantaqlar ve şaqşumbular yerdeki topçanlarını asman pelek örülütüp Manasdaki düşmanlarını alaqızады qılıp etken. Uşur Mamutov fakat 39 nefer cesur azimatga başçılık qılıp bir neçe mingdek düşman askeri saqlavatqan Manas nahiye bazarını bir pay oq atmayla azat qılgan. Bu galibe Uyghur tarixiga yezilmay qalgan. Çünkü bu çağda Jing ve Şixo'nun bir sotka içidila qo'ldan ketganidan ve Manas tarafga osmon pelak chang o'rlitib kelayotgan 40 nefer azimatning sur hayvasidan intayin aloqazodi bo'lib ketgan dushmanlar Manasni tashlab Qutubiga qochib ketgan edi. Mazkur qo'rqinchoq dushmanlarning Urumchida turayotgan harbiy boshliqlaridan o'zini qaltis chaqlaydigan atalmış Xitoy 8-urush rayoni bosh qo'mondoni Ju Shaoliang tunji qitim Jiang Jiexidan jiddiy qutqizishni talab qilib Şarkı Türkistan Milli Armiyasının Urumchiga 150 kilometrlik keladigan Manasqa qыстap kelganligi, ularning 2 soatdan 2 kungacha Urumchiga bostirib kelish xavfi kuchlikligini, shonashqa Jiang Jiexining darhol jiddiy tadbir qo'llanib o'zlarini qutqizib olishini, undaq bo'lmaganda o'zining atalmış pirqi davlat uchun qurbon bo'lishga tayyor turadiganligini izhor qilgan. Mushundaq jiddiy paytda Jiang Jiechi hükümeti Stalinning Yalta yig'inida Xitoy, Jiroq Sharq va Mong'oliyada erishgan manfaatlarini e'tirof qilib, Moskvaga yalvurishga boshlagan. Yarim yildan buyon Xitoyning mushkil pozitsiyasini kutayotgan Josef Stalin 1945 yili 15 sentabr kuni Moskvada maxsus Sharqiy Turkiston haqida muhim maxfiy yig'in ochgan. Şu günkü yig'inning ruhi bo'yicha Milli Armiya Manas deryası bo'yida to'xtatılib qo'yilgan. 11 kun Manasni qo'lida tutib turgan Hoshir Mamutov boshchiligidagi 40 nefer cesur azimat 1945 yili 22 sentabr kuni kechda nailoj Manas deryasının g'arbiy qirg'iqiga qaytib kelgan. Hoshir Mamutov boshliq 40 azimat asli qizg'in qarshi ilinishi va taqdirlanishi kerak edi. Afsus, ular Manasdan qaytib kelishi bilan tangla Orus boshliqlari tarafidan intayin so'g'uq va qo'pol muomalaga uchirgan. Hatto ularning qurollari yig'ivelinib solab qo'yilgan. Keyincha Fatih Batur va G'ani Baturlarning aralashishi bilan Hoshir Mamutov boshliq 40 nefer yosh qamoqdan ozod qilinib Nilqiga qaytirib kelingan. Shuningdan keyin Hoshir Batur haqidagi gap so'zlar paydin-pay aziyib ketgan. 1945 yili Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hökuməti Hoshir Baturga xalq qahramoni degan eng oliy nomni bergan. Hoshir Batur 1955 yili kuz oylarida 5 yilga yaqin nazarband va tasavvur qilg'isiz eg'ir siyosiy taqib hayotini oxirlashtirib, Fatih Batur va G'ani Baturlarga agishib, sobiq Sovet ittifoqining hozirgi O'rta Osiyo ittifoqdosh jumhuriyatlariga ko'chib chiqqan. Sobiq Sovet ittifoqining manfaati uchun emas, o'z xalqi va milliy davlatining milliy manfaati uchun jon tikib kurash qilgan Hoshir Batur Sovet ittifoqidimi o'ziga tegishlik hurmat va imtiyozlardan mahrum qilingan. Shu vajidan uning keyingi va oxirgi hayoti haqida ma'lumotlar to'limi oz bo'lgan. Hoshir Batur Uyghur harbiy ishlar tarixidagi az uchraydigan urush taktiki mahiri va jang taktikalari orqali o'zidan necha yuz yassi kuchlik dushman ustidan
g'alaba qila olgan tangdoshsiz azimat. Uyg'ur xalqi o'z davlatining hurligi va xalqining mavjudligi uchun kurash qilgan bu qahramonini mangu unutib qolmaydi.